Yaxshi bizga. Assalomu alaykum hammaga. Bugungi mavzuyimiz rosa qiziq, chunki bular aytishyapti, bolalar kasal bo'laveradi, ona davolashga harakat qiladi, pul sarflashga harakat qilishadi, больницаlarga olib borishadi, lekin asl uni davosi ildizi onani holatida deyishyapti. Hozir oilaviy psixologimiz, gestalt psixologimiz va pedagog psixologimiz buni hammasini sekretlarini sizlarga aytib beradilar. Videoni oxirigacha ko'rsanglar, sizlarga alohida yana taklifimiz bor. Boshlaylik qizlar. Siz nima deyotdingiz? Bulardan so'ramoqchisiz. Savol berishganda bolaning sog'lomsizligi, ya'ni kasal holati onalarning kayfiyatiga yoki onalarning holatiga bog'liqmi? 100% bog'liq. Nega? Chunki buni hali aytganimdek, nauchniy обоснованный emas, bu hayotda tajribasida o'tib, shtampini qo'yib, biza yashab o'tganlar uni 100% biladi. O'shaning uchun onalar har doim bolasini psixologga yetaklab olib kelsa, men hayron ham bo'laman va albatta taklif ham beraman. Bolada emas muammo, o'zingizda. Muammoning negizi har bitta xonadonda ayol, onani holati 100% farzandga ta'sir qiladi. To'g'ri. U faqat kasallikda emas, uspeshniymi, qanaqadir biron bir fanni yaxshi o'zlashtiryaptimi, maktabda holati, salomatligidagi holati, ya'ni hammasi ayolni, ya'ni onani iqrorligi, fikrlari, qo'rquvlari, holati, ya'ni общий olganda ayolning holati bilan 100% chambarchas bog'liq. Sizlar nima deysizlar? Ha, Shahnoza, siz gaplaringizga juda ham qo'shilaman, chunki sababi mana ko'p ayollar, onalar olib kelishadi o'zini farzandini, "Mani bolamni to'g'irlab bering, mani aytganimni qilmayapti, telefonda o'tiribdi, televizor ko'rib yotadi, ish qilmaydi" deb jalba qilishadi, menga moslab bering deyishadi-da. Lekin afsuski, men aytaman, kechirasiz, men bir haftada bir marta bolangiz bilan 1 soat ishlasam, siz 24 ga 7 o'zingizni farzandingiz bilan bo'lasiz. Shuning uchun faqat sizga bog'liq. Ota-ona boshqara oladi o'zini, bolasini, boshqa inson emas. Biz qanaqadir korreksiya qilishimiz mumkin bolaning holati bilan, lekin 100% onaga unga qulay qilib bera olmaymiz. Bu yerda nima uchun ona bilan ishlash kerak? Sababi ona o'zini his-tuyg'ularini shundoq xohlasa xohlamasa bolaga bog'liqligi bor. Neyron darajasida neyron signallar ham bor. Потому что qarang, mana jismonan bizani kindiydan uzadi-ku. Xuddi shunaqa psixologik bor, ko'rinmas. Pupovina degan multfilm bor, tavsiya qilaman hammaga ko'rishni. Agar ko'rgan bo'lsanglar, shu pupovinada qanaqa uzila olmasligi bolanida. Bitta keysni aytib bermoqchiman. Hayotim tajribasida bitta ona olib keldi 6 yoshli o'g'lini. Aytyapti, hamma narsa olib beramiz. PlayStation desa PlayStation, MacBook bo'lsa uni, hamma pultli mashina. Lekin deydi, bolam shunaqa g'azabiy, nafratgo'y, mani urib tashyapti deb murojaat qilyapti-da. Men bolamni to'g'irlab bering. Keyin men onaga taklif qildim, "Davaychi o'zingiz bilan bitta nima qilib boqing, suhbat quring" desam, birinchi sessiyani o'zida bildikki, emizayotgan paytida nafrat. Qarang, bolaga o'sha emizishi shunaqa yomon ko'rardim, deyapti. Tasavvur qilasiz, bolaga nima o'tyapti? Shunaqa. O'sha nafrat shunaqangi kuchayib ketgan, bola keyin o'sha narsani o'sha bu DNK darajasida o'tadi sut orqali. Keyin bu narsa o'ziga qaytib kelyapti-da. Shuning uchun nima eksang, o'shani o'rasan degan gap bekorga emas-da. Shuning uchun bu yerda o'zini ustida ayol kishi birinchi o'chirda ona o'zini ustida ishlash kerak. Bu как sizni his-tuyg'ularingiz suvga tosh otganda suv to'lqinlanadi-ku. Xuddi shunaqa his-tuyg'ularimizni translироваться qiladi-da, atrofdagilar считывать qiladi bu informatsiyani. Поэтому bu yerda именно o'zini holatida ishlash kerak deb o'ylayman. To'g'ri aytyapsiz. Siz hozir aytdingiz-ku, farzandi nafratlanyapti, uryapti. Mani praktikamda bo'lgan ayol, katta ayol, yoshi katta ayol o'zini kerak emas shu darajada his qiladi, shu darajada o'zini yomon his qiladi. Uni tegi chuqur negizi bilan praktika orqali borganimizda ona o'zini emizayotgan paytida, o'sha ayolni onasi emizayotgan paytida o'zini kerak emas his qilgan. Ya'ni o'zini shunaqa yomon his qilganki, u sut orqali haligi qiziga bergan u kerak emaslik programmani, u yaxshi emaslik programmani-da, uni orqasidan birinchidan onasi mastopatiya bo'lib, birinchidan qiz
qizni saqlab qolish kerak-ku. Ya'ni qizda kerak emaslik programmasi o'tgan onadan o'sha emiziklik paytida va uni mastopatiya orqali farzand bilan onani ajratib oldi, lekin farzandga o'tdi-ku. U uni 40 yil davomida o'zi bilan olib yurdi o'sha hissi. O'sha his bilan ishlab olganimizdan keyin uni holati, ayoli onaga bo'lgan holati 100% o'zgardi. Chunki nazar o'zgardi. Nazar o'zgardi. Представляете, qarang, qanaqa ona, qizlar, bu juda важный temada. Qizlar, ayollar, hozirgi yosh qizlarimiz, onalarimiz telefon ko'rib, masalan, emizotgan bo'lishi mumkin. Telefonda har xil informatsiya bo'lishi mumkin, har xil his uyg'otishi mumkin, правильно? Biz hozir 40 yil oldingi holatni qanaqa ta'sirini aytyapmiz. Hozirgi informatsion davrda qanaqa ta'siri bo'ladi, to'g'rimi? Farzand emizikli bo'ladimi, 3-4 yosh bo'ladimi? Balog'at yoshigacha bo'layotgan farzandlarimizni juda ko'p aksariyat holati onani holati. Emizikli bo'ladimi, undan oldingi beremenniy paytimida, beremenniy payt ham juda важный, bekorga aytilmaganda. Bitta narsa qo'shib ketmoqchiman. Оказывается, mana shu narsani bildim. Mana mani buvam, mani onamga homilador bo'lganlarida onamni tuxumdonlarida уже mani hujayralarim, yetsikletkalarim nima bo'lar ekan? Yetsikletkada DNK darajasidagi ma'lumot, ya'ni даже buvimni xavotiri, o'ziga bo'lgan bahosi, hamma narsa уже menga buvimdan o'tib bo'ldi. Qarang, genetikani qarang qanchalik ishlashi bekorga yetishmaydi. 7 ta avlodini qizni surishtirganda bekorga oldingi ota-bobolarimiz aytmagan. DNK это самое важное. Butun sizga informatsiyani ajdodlaringiz haqida olib kelib beradi. Mana qo'shimcha qilmoqchiman. Haqiqatda ham to'g'ri gapirdinglar, ham ilmiy, ham hissiy. Men ham asosan hissiyotlar bilan ishlaganim uchun shunaqangi ko'p tajribalarda, masalan, mijozlar bilan ishlaganimda har doim onalar, o'g'limni tomog'i bo'g'ilib qoldi, kichkina, qulog'i tuzalmayapti, toshma toshyapti. Shunda aytamanda hammasi hissiyot bilan, ya'ni onani hissiyoti bilan, chiqarolmayotgan hissiyoti bilan bog'liq. Buni o'zimning hayotiy tajribalarimda ko'rganim uchun o'zim eng yaqinlarimga, masalan, singillarimga yoki o'zlarimga aytadi, sразу mana shunaqa holat bo'ldi, tuzalmayapti desa, aytamanda 2 kun oldin yoki 3 kun oldin sani holating qanaqa edi? Kim bilandir urushdingmi yoki kimgadir nimadir gapingni aytolmadingmi? Sen u sразу aytadi, ha, turmush o'rtog'im bilan urushdim, lekin shunaqa digim keldi, deyolmadim, bostirgandim. Keyin aytamanda, o'shani bostirmaslik kerak. Просто chiqarib yuborgin, o'sha chiqaradigan yo'llarini, praktikalarni beraman. Buni bajarishi bilan yoki sразу shuni anglashi bilan, ona o'zida anglashi bilan bola shunaqangi tez sog'ayib ketganini ko'p guvohi bo'lganmiz. Shu bilan keyin ko'p hozirgi kunda, masalan, oxirgi paytda ishlayotgan onajonlar bilan shunaqaki, ular asosan hozirgi fokusini faqat eriga qaratadi-da. Yoki faqat eriga yoki narsaga-da. O'sha paytda o'zini farzandini dan bo'lgan hislari uziladi va buni natijasi ham juda ham ko'p farzandlarda o'sha ololmayotgan energiya tufayli kasallik, immunitet tushib ketishi juda ham ko'p kuzatiladi. Shuning uchun aytamanda, eng avvalo onalikka qayting va eng birinchi vazifani bajarish kerak. Chunki hattoki olimlar buni isbotlashganki, 1958-yilda maymun misolida tajriba ko'rsatishgan. Faqatgina emizadigan bitta temirda maymun anaqa robot qilishgan, keyin bitta yumshoq quchoqlaydigan shunaqangi temirga nima qilishgan ekan. Ikkita robot qilishgan va u yoshgina maymunning bolasini ajratib, uni chiqarib yuborishgan. Har doim maymun emizadigan onadan emadi va lekin asosiy vaqtini o'sha yumshoqqina, o'ziga qulay bo'lgan bu yoqdagi o'sha temir robotga o'tkazadi. Bunda natija nima deb ko'rganda aytadi-da, faqatgina boqdim, qornini to'yg'izib qo'ydim emas, ona shunaqangi mehr bilan, quchoq bilan, yaxshi so'zlar bilan uni erkalaganda bolaning immuniteti ko'tariladi, ishonch ko'tariladi, o'ziga o'sha sevgi energiyasini olgandan keyin unda kasalliklar umuman kuzatilmaydi. U yoshlikdan beriladi. Hozir men sizlarga boshqa qarama-qarshi fikrda, baribir meni fikrim, onalik roli haqida gapiryapsiz. Ona bo'lsa ko'proq shunaqa bo'ladi, yaxshi bo'ladi. Meni tajribamda onalik rolini o'ynash uchun
qilganlar bor. Turmush o'rtog'iga ham ayol xotin bo'lish rolida turmush o'rtoq bo'lishni qilganda, lekin o'zini ayolligi, o'zini holatiga bee'tibor bo'lib qolgan. Ya'ni bu основополагающий, это вот ayol holati. Ildiz shu yerdan boshlanadi. Rollar qachon mukammal o'ynaladi? Qachonki siz ildizingiz mustahkam bo'lsa, sizni Alloh taolo ayol qilib yaratdimi, ayollik fitratida yaratdimi, значит siz izначально ayollik fitratida bo'lib olib, ana undan keyin o'sha holatdan siz mehr bersangiz, farzandingiz shunaqa sevgiga to'la bo'ladi. U onalikni siz rolini o'ynamasangiz ham bo'ladi. Tushunyapsizmi? Fikringizga qarshi emasman aslida, lekin o'sha aynan siz kabi bo'lganda qaysidir o'sha holatga kelganda o'sha bekorga berilmaydi-da, chunki Alloh hammaga ham bermaydi-ku bu vazifani. Onalarni alohida mo'jiza qilib yaratishganda, o'sha siz aytgan holatga kelish albatta muhim. Chunki sevgiga to'yinsa, asl vazifasidan adashmasa, o'sha sevgiga to'yilganda u hammaga sevgi sezadi. Lekin hozirgi ayollar o'zi nimasida o'sha faqatgina fokusini ko'pincha bilmayman turmush o'rtog'iga qaratadi. Turmush o'rtog'iga ham emas o'zi. Hali bo'lmagan vaziyatga qaratiladi ko'pincha. Ya'ni u turmush o'rtog'i qo'shtirnoq ichida, ya'ni yo'qotib qo'ymaslik qanaqadir qo'rquvimida, ongsiz holatda. Men yaqinda aytib nima deb video magazinga kirsam, shunaqa ko'p katta vitrinada imенно ayol bilan erkakni bo'ladigan holatini yo ko'tartiradigan, yo yana nimadir qiladigan o'shaqa preparatlar, o'shaqa благоухательныйda, полный aktsent, ayollarning aksenti faqat shu narsada ekan dedim. Lekin bu yechim emas-ku. Siz внешний faktor bilan hal qilganingiz bilan ichki holangiz to'la bo'lmasa, siz bo'sh bo'lsangiz, siz eringizga ham o'sha mehr bera olasiz. Holatiga ahamiyat beryapti-da. Aslida qaniydi deyman, ayollar o'zini ichki kuchini uyg'otsa, o'zini ichki holatini ko'paytirsanglar, nafaqat bola kasal bo'lmaydi, eringiz mehribon bo'ladi, o'zingizga mehribon bo'lasiz avvalambor, правильно? Bu yerda bola как simptomda, bola aslida ko'rsatib beryapti, shu oilada nimadir не то. Ya'ni balkim otasi bilan onasi o'zaro kelisha olmayotgan bo'lsa, bola kasal bo'lib, qutqaruvchi pozitsiyasida kasal bo'lganda, men uchun birga yashaylar, men uchun unaqa qilinglar, yashaylar deb ham как бы nima qiladi, mehrni ushlab turishga harakat qiladi ota-onasining orasida. Yana bitta misol bermoqchi edim. Aynan homilador ayollar o'rtasida bu nima tajriba o'tkazilgan. Bu degani o'sha homilador ayolda aytadi-ku, ko'p stressga tushma, o'zingni yaxshi his qil deb har taraflama aytganda, chunki u o'sha paytda stressga tushsa, tashqi ta'sirdan bo'ladigan ta'sirlar unga juda ham ta'sir qiladi va buni natijasida o'sha farzandlar o'sha eshitishi, o'sha jahlda, g'azabda bo'lgan holatlarni eshitmaslik uchun onasini holatini his qilgani uchun haqiqatda ham kar holatda tug'ilgan, ko'r holatda tug'ilgan vaziyatlar ham juda ham ko'p bo'lgan ekan. To'g'ri aytyapsiz. Qarang, bu yerda men aytmoqchi edim. Да, ну ничего. Нам все можно deydi. Qarang, men bitta narsa aytmoqchiman. Shu praktika davomida, mijozlar bilan ishlagan davomida farzand kuni ko'p shamollaydi. Xo'p, sen charchoq holatdasan. Senga kerak kuch, chunki sendan farzanding kuch oladi, energiya oladi. Energiya bu hayotda bor narsa. Buni inkor qila olmaymiz. Ko'rmasligi mumkin, lekin bu bor. Endi shu holatda ayol kishi dam olib, o'ziga e'tibor berganda farzand dorisiz tuzalib ketdi. Shahni o'zi rostdan tuzaldi. Говорит, yoki ikkinchi variant, ikkinchi mijozim bilan doktorga bordim, palon pul to'ladim, doktor menga siz aytgan gapni aytyapti, o'zing to'g'risi chuqur nafas ol, xotirjam yurgin, bolang o'zi sog' o'zi deb aytyapti. Men jahlim chiqdi, u menga dori yozmadi, men unga pul to'ladim-ku, nimaga dori yozmayapti? Jahl qarang. Men senga ощутимый narsa pul berdim, sen menga ощутимый dori berdim, nima qilyapti? Buni qarang, unga doktor qanaqa отражение qilyapti? Ya'ni o'zingga qaytyapti, расслабься, nafas olish, haqiqiy nima deb o'zini his qilish holati.
o'sha holatga kelib ol, bola o'zi отстань от ребенка deyapti-da. Rostdan Shahnoza opa, говорит, sag'al уже расслабиться qilganimda bolam o'zidan o'zi tuzalib ketdi, morоженое yeb ketdi. Ya'ni bu oddiy shamollash ko'rinishi, yo tomog'ini bo'g'ilishini ko'rinishi. Mana shu narsada men gestalt terapiyada nimani maslahat berasizlar? Qanaqa qilib ayollarga gestalt terapiya orqali qanaqa yechim berasiz? Men misol uchun hissiyot ongosti bilan ishlayman, misol uchun. ham his tuyg'u, chuqur his tuyg'u. Kelaylik, buni ikkinchi qismini ham olamiz. Hozir ko'rib turishibdi sizlarni. Onalar alohida shug'ullanishmoqchi bo'lsa, Shahnoza opa, nimangiz bor? Sizda nima bor? Siz nima taklif qila olasiz? Biz ikkinchi qismiga yana bitta kuchli mutaxassis taklif qilganmiz. Ikkinchi qismini ham ko'ringlar. Men ayollik fitrati kursim hozir boshlanadi. Telegram kanalimizni pastda qoldiramiz. Albatta Telegram kanalimizga o'tinglar. Sizlarni yopiq guruhga qo'shib qo'yamiz qizlar. U yerda nafaqat ayollik, onalik bu kompleksi olib boramiz. 1 oy davom etadi bizning kursimiz va mazza qilib rivojlanasizlar. Farzandinglar nega kasal bo'lyapti? Nima qaysi holatinglar oilada shunaqa holatga olib kelib qo'yyapti? Shuni bilib olasizlar. Man esa agarda siz psixolog bo'lishni xohlasangiz yoki siz уже psixologsiz, lekin professional darajaga chiqishni xohlasangiz, unda men sizni o'zimni birinchi bosqich gestalt terapiya o'quviga taklif qilaman va u yerda siz haqiqiy yevropaliklar bilan mutaxassis bo'lib yetishasiz. Men esa hozirgi kunda juda ham o'zini holatidan qoniqmasdan qiynalib yurgan ayollarga bemalol konsultatsiyaga yozilishini taklif etaman. O'zi va farzandi o'rtasidagi munosabatlari tushunmayotgan bo'lsa yoki qiynalayotgan bo'lsa, o'sha pastda Telegram kanallarni qoldiramiz. Konsultatsiyaga yozilishingiz mumkin bo'ladi, aziz onajonlar.